Ma zincirim qanaroq tuqqanlar. Ma zincirning xaridaning buyurtmasi bo'yicha buningga 15 gram oltin qoplab bering degan 15 ta necha qoplanibdi. Ananki ma bilezikmi qaranglar. Mushu bilezikmi bizning lavda xaridarimizninki buyurtmasi mana har birisininki mana 5 gramdan oltinsi va mana 554, mana 545 oltinsi bajimi. Ma u buyurgan mal. Mushu kanliki maşı loben zincirinin en çoğu bolsun deb buyurup chiqargan mal. Lekin mana bilezik o'zimning oltin bilezikimga o'xshash chiqibdi, ha. Ma shakli. Şuna manda loben bilezikni mushta kang elanlar tuqqanlar. Kang betni o'ch chiqdi kajimi, ko'rdinglarmi? Tavsiya qilib qo'ydim xolos. Anadan keyin miyada mo'yin bir gap chiqib qoldi. Ma bilezikni bir xaridarim buyurgandi. Buningga 2 gram oltin qoplab bering degandi, lekin zavoddan birninga 3 ta birninga 3.07 gram, yana birninga 3'te 47 gram altın qaplanıp qaptı. Şunundan xaridarimiz kelib, mani altınız bize örüp qaptı. Başqını qilib bering dedi. Şununga şu xaridarim degeni bo'yicha 2 gramdan qayt qaplab berdigan bo'ldim. Ma bilezik zavod qaytirasammi bo'ldi, lekin hozir men bir ma filmga chiqarib qo'yay. Ammo shunda bir oltinsi yaram bilezik olsam bo'ldi deydigan lob qolsa faydalanib qolsanglar bo'ldi. Ma u maxsus xaridarimizning buyurtmasi bo'yicha o'zininki oltin bilezikning noskasi yasig'ini etdi. Mana oltinsi 1.307, 1.347. O'shunda oltinsi jiqroq bilezik olman deb işte oylab yurgan tuqqan lob qolsanglar, men evasanlar bo'ldi. Kechki saqlayman agarda meni aldig'anlar bo'lmay qolsa, anandiki men zavod qaytarib o'tay. Mana tuqqanlar. Yaman chiroyli. Lekin ma zincir bilan ma bilezik pek kecha chiqibdi o'chimi. Dehshat. Ey. Yaman chiroyli. Mallarim yaratam deya tuqqanlar. Mana bir ajrim uchun bo'lsin bir taldan yurak berib, inkas rayoni qizil gullarni yo'llab, mana bir qo'llab qo'yamlar tuqqanlar jimi. Mana